Obunachilar san'atni ma'lumotlarda ayiradigan videomizda yangi videolarni olyapmiz akalar. Bunday videomizda lenta drabilkalarimiz ham bo'ladi akalar. Hozirda bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bilan kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyaga o'tib akalar shu videoni oxirigacha ko'rib bo'lgandan keyin sizlarga qaysi drabilka yoqdi? Ya'ni 1 metrli drabilkami, 120 li drabilkami yoki 170 li drabilkami albatta yozib o'tasizlar akalar. Unda hozirda shu videodan boshlaymiz akalar. Birinchi o'rinda 120 lik lentali Kentaur firmasidan ko'rsangiz mumkin. Kentaur firmasining drabilkalari bo'ladi akalar. Bu ko'rsangiz pichoqlari ham mana o'zining pechatlari bor. Pichoqlar ancha qalin qilib ishlangan. Bu uncha-munchaga o'tmasayish yoki sinib ketmaydigan pichoqdan bo'ladi akalar. Oldida ham ko'p qirrali pichoqlarimizda mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'tlarni nima deydi, ham o'tlarni oldinga chiqarib olish vazifasiga ega bo'ladi. Lenta orqali tortib berish xususiyatiga ega akalar. Bunimizning narxi 4.500.000 so'm. Albatta kami bor. 2 xil motori bor. Ya'ni siz 2 xil motor tanlash qulay bo'ladi. Ya'ni 380 va 220 motorlar bo'ladi akalar. Keyingisi 1 metrli to'g'ri ochig'i bor. 1 metrli lentali Kentaur firmasining drabilkamiz bo'ladi akalar. Ichki qismi bir xil bo'ladi akalar. Bu ham narigi 120 lik bilan ichki qismlar bir xil bo'ladi. Faqat uni lentalari ozgina uzunroqlik hisobiga ozgina qimmatroq bo'ladi xolos akalar. Bu drabilkamiz ham mana pichoqlari pechatli bo'ladi. Bu ham shu qalin pichoqdan bo'ladi. Oldida ham bir xil shuncha pichoqlarning mavjud. Faqat lentalari ozgina kaltaroq xolos bo'ladi. Buning narxi 4 million so'm. Albatta kami bor akalar. Shuni yo'q qo'yamiz. Keyingisi eng katta hozirgi drabilkamiz 170 lik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ancha uzun. Oddiy jodimiz bilan taqqoslashlaymiz mana. 2-3 barobar uzunligini hisobi bor akalar. Oriol firmasining drabilkasi bo'ladi akalar. Pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari ancha katta va qalin qilib ishlangan ekan. Bu ham pechatli mana. Pechati bor. Mana bu yerda ham pichoqlari ham bor akalar. Oldin bu ham o'sha maydalash va oldiga otib berish xususiyatlariga ega akalar. Bunga ham 220 yoki 380 motor qo'yib beramiz akalar. 5.500.000 so'mga vodiy va Vahobilab dastavkalar tekin bo'ladi. Albatta Toshkentga ham dastavkalar bor akalar. Shu narxda hozirda 3 kilovatli 220 motor qo'yilgan. 5.300.000 so'mga sizlarga dastavkasida qilib beramiz va bitta 6.5 kilovatli motor bilan qilib beramiz akalar. Keyingisi 6 pichoqli oddiy jodimiz bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, bu ham 6 pichoqli mana. Bunisi 4 pichoqli oddiy jodimiz bo'ladi akalar. Akalar kommentariyaga tushib hozir yozamiz. Kimga qaysi drabilka yoqdi? 1 metrli, 120 lik yoki 170 lik deb yozib o'tasizlar akalar. Shu videoda 100 ta komment, 200 ta like bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa keyingi obzorimizda sizlarga yoqqan bitta drabilkani tanlab olamiz va o'shani poya somonlarda ishlash videosini jonli efir yoki video qilib sizlarga ko'rsatamiz akalar. Jonli hisob bo'lsa, tomosha uchun rahmat. Bizi manzil Farg'ona viloyatida, Marg'ilon shahri sentridan Lazza City tomoniga kelishda hokimiyatni to'g'risida joylashgan bo'ladi. Jonli hisob bo'lsa, video oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Kommentariyaga tushib, hozir yozib qo'yamiz. 120 lik, 1 metrlik, 170 lik deb yozib qo'yamiz akalar. Jonli hisob bo'lsa, video ko'rganlar uchun rahmat.